Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan O'zbi dasturchi YouTube kanalida bugun CSS'dagi darsimizni ham boshlab olamiz. Xo'p, bugun CSS'dagi 4-darsimiz ekan. Qani endi biz darsni boshlaymiz. Xo'p, CSS pastda 4 deb qo'yamiz va VS Code ochamiz. Xo'p, bu yerda index.html aytgancha bitta narsani aytishni unutibman. Shu indeksni o'rniga aytaylik main yoki salom deb xohlagan nomingizni qo'yib shu oxirgi .html deb qo'ysanglar bo'laveradi. Lekin asosan index deb ko'pchilik foydalanadi. Hop, shift tugmasini bosamiz va yozishni boshlaymiz. Hop, bu yerdan keyin style CSS ni ochamiz. style.css. Hop, bu yerga o'tamiz. Ctrl B deb bossangiz xuddi shunaqa kattayib qoladi ekran. Hop, HTML va CSS 4-dars mana yozib qo'ydik. Hop, aytaylik H1da salom Orifjanov Ahrorbek. Shu yerda endi yo'q, mana bu yerda image kodini foydalanamiz va shift alt F bosamiz. Mana ko'rdinglarmi? Salali kodimiz sal chiroyliroq bo'lib qoldi. Misol aytaylik, bu yerdan format dokument bossanglar ham bo'ladi, lekin hozir ko'rsataman. Bunday qilib mayli yopib qo'ysam, bu yerda kadakda ishlamasam, shift alt F bossam, mana xuddi shunaqa chiroyli tartiblangan kodimiz bo'lib qoladi. Mana Ctrl B deb bosamiz. Bu yerdan shuni bosib, endi bu yerdan o'zimga yoqqan suratimni tanlab olaman. Bu yerda menimcha rasmim yo'q. Bo'pti, mana shuni aytaylik. Tanlab olaman va shu yerga tashlab qo'yaman. Hop, tashlaganimdan so'ng image source ichiga // qilib shu suratni tashlab qo'yaman va altga image deb qo'yaman va o'tib Page Live Server tekshiraman. Ya'ni Google o'tib tekshiraman deganda gap. Endi Ctrl - bossam shunaqa ekran katta. Hozir suratimiz o'ta katta bo'lib ketibdi. Keyin shunga width berib qo'yamiz. Keyin shuni HTML emas, style da chaqirib olib beramiz. Birinchi o'rinda yulduzcha margin padding box va shu yerda image elementiga width beramiz. Widthga bo'lsin 300 piksel, heightga bo'lsin 200 piksel deylik. Mana tekshiramiz. Refresh, Ctrl R beramiz. Nimaga ishlamadi topinglarchi, sizlarga 5 soniya vaqt. O'ylab ko'ringlarmi? Agar topolmagan bo'lsanglar xafa bo'lmanglar, chunki bizda bu yerda link kodi foydalanmadik. Ya'ni style CSS bilan HTML ulamadik. Va mana o'tib tekshirsak, suratimiz joyida. Hop, mana width berildi. Keyin shuni chiroyliroq qilish uchun mayli heightga 150 beramiz. Bo'yiga emas, adashibman. Mana shu eniga 200 beraylikchi. Mana sal normal yo'q. Keyin widthga ham bir xil beramiz. 150 piksel. Mana bizning tayyor chiroyli O'zbi dasturchi degan rasmimiz. Salom Ahrorbek. Xo'p, bu endi bizda hozir yangi mavzumiz shu suratga stil berish haqida. Qanday biz boshladik. Keyin shuni ham ekranda yarmi qilamiz va mana tayyor. Xo'p, keyin shu H1 ga ham kattaligini berib qo'yaylik. Ya'ni o'tgan mavzudan sal esda qolish uchun
H1 ga aytaylik font size'ini beramiz. 10 piksel. Nima deysiz? Yo'q, kishayib ketargina. Mayli 50 piksel. Yo'q, o'ta kattayib ketarkan, 20 piksel beramiz. Yetar 20 piksel. Font familiesini, ya'ni yozuv turini sans serif berib qo'yamiz. Font style, font weight bo'lsa 700 yoki bold deb qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni bu bold degani 700 degan. Font style bo'lsa normal. Mana bizda tayyor va chiroyliroq matn holatiga keldi. Endi bugungi mavzumizda aytganimda shu suratga stil berish haqida. Ya'ni imijga beramiz. Width bu eniga, bo'yiga stil beradi. Eni bo'yiga katta kichraytirish. Xo'p, bizda border radius bor. 10 piksel berib qo'yamiz. Dasturlashtirishda border radius degani bu rasmni dumaloqlashtirish degani. Mana ko'rasizlar, dumaloqlashdi. Ya'ni 10 piksel dumaloqlashtirdi. Xullas shunaqa. 10 piksel dumaloq holatiga keldi. Endi keling shuni 100 piksel beramiz. Mana ko'ringlarmi? Dashit, chetlar yo'q, chotki rasm bo'lib qoldi. Endi shuni 100 piksel emas, 50% bersak ham bo'ladi. Ya'ni shu surat mana hech bir o'zgarmadi, to'g'rimi? Chunki suratni 50% dumaloqlashdi. Endi shuni 20% qilib qo'ysak nima bo'ladi? 20% xuddi shunaqa holat kelib qoladi. Keling shuni 50% qilib qo'yamiz. Mana bizda shunday dumaloq shakl kelib qoldi. Xo'p, endi bizga nima kerak? Border radius tushuntirdim. Endi border borderni o'zini 10 piksel solid aytaylik green. Green noqulay, sal xunroq ekan bu rasmga nisbatan. Ko'k sal normalroq desa bo'ladi. Mana border bu yerda nima qilib beryapti? Border, ya'ni shu chetlari 10 piksel kattaligida shu rangi o'zgarib qolsin. Ya'ni shu RGB rangiga o'zgarib qolsin, ya'ni ko'k sifat deyapti. Shuni keling oddiygina aqua deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni shu aqua rangiga o'zgarib qolsin deyapti. Solid degani bu shunaqali suyuq holatida aylanib qolsin shu rangga deyapti. Agar shuni men dashit degan kodimizga o'zgartirib qo'ysak, bu xuddi shunaqa mana turburcha bo'lib ketaveradi. E'tibor beringlar. Xuddali quyoshchaga o'xshab qoldi. Bu ham mayli. Uncha yomon emas, yaxshi. Xo'p. Menimcha shu darsimizga shu yetarli bo'ldi. Shu yodlab oladigan narsalar oson. Shu border 10 piksel dashit aqua solid va shu border radius 50%. Ya'ni shu men aytib o'tganimdek bu videoda qayta ko'rish shu ikkita kodni yaxshilab o'rganib olinglar. Sizlar bilan o'zim dasturchi YouTube bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat. Like bosishni, komment yozishni aslo unutmanglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz albatta 50 ta bo'lishimiz kerak.